Amerikadagi Kommunizm qurbonlari xotira fondining tadqiqotchisi Adrian Zenz Uyg'urlarning paxta terish va boshqa fasllik hosil yig'ish ishlarida davomli holda majburiy emgak silinayotganligini oshkorladi. Doktor Adrian Zenz dokladida Xitoyning bu siyosatiga qarshi tadbirlar haqida to'xtalib mundaq degan: Beijing Uyg'ur emgak kuchidan foydalanib davomli paxta yig'ib, iqtisodiy foydasini oshiradi. Xalqaroning moslashib iste'molchilarning bu vahshiylikka sherik bo'lishini tugatadigan payt keldi. Bo'libmi, Yevropa ittifoqi yer shari ta'minlash zanjiridagi keng ko'lamlik majburiyat emgigiga qarshi turib qolmasdan, balki davlat qo'llagan sistemalik Uyg'ur majburiyat emgigini unumli nishon qiladigan qurolni taraqqiy qildirish kerak. Xitoy Sharqi Turkistonning boyligini bulang-talang qilib, Xitoyga to'shishni zo'r kuch bilan oshirmoqda. Bu yil 5-oyning 7-kunigacha Sharqi Turkistondagi Sanji Guchan turaqliq tok yetkazish qurilishi Xitoy o'lkalariga jami 207 milliard kvadrat soat tokni to'shib ketgan. Atalmish Xinjiang gazetining 14-maydagi xabarda bildirishicha, Sanji Guchan turaqliq tok yetkazish qurilishi atalmish Xinjiangning tokni sirtqa yetkazish strategiyasidagi qurilishlarning biri bo'lib, 2016-yil 3-oyda qurilish boshlagan. 2019-yil 9-oyning 26-kuni ishga kirishtirilgan. Yaponiya hukumati Rossiya bilan Xitoyning Osiyodagi harbiy hamkorligining kun sari kuchayishidan andish qilayotganligini, Yevropa bexatarligini Hind Tinch okean bexatarligidan ayirib qarag'ili bo'lmaydiganligini e'lon qildi. Xabar qilinishicha, Yaponiya tashqi ishlar ministri Hayashi Yoshimasa Shvetsiyaning poytaxti Stokgolmda Hind Tinch okean tashqi ishlar ministrlarini bir yerga jam qilgan boshliqlar yig'inida Rossiya va Xitoyning rayondagi faoliyatlariga inkas qaytardi. Xitoydagi bir sud Hong Kongda mangulik turish kartasi bor bo'lgan bir Amerika fuqarosini josuslik jinoyati bilan muddatsiz qamoq jazosiga hukm qildi. Xabar qilinishicha, Zhejiang o'lkasining Suju shahridagi O'rta xalq sud mahkamasi 2021-yil 4-oyda Davlat bexatarlik idorasi tomonidan tutib ketilgan Jun Xingyuan Li Yong to'g'risida kesim chiqargan. Davlat bexatarligi nomida yepiq echilgan sudda 78 yoshli Amerika fuqarosi muddatsiz qamoq jazosiga hukm qilingan va $72,000 jarimani qo'yilgan. Bu hafta o'tkaziladigan G7 boshliqlar yig'inida Yevropa ittifoqi Ukrainaga iqtisodiy va harbiy jihatdan yordam berish, Rossiyaga qaratgan yangi jazolar va Xitoy bilan bo'lgan iqtisodiy munosabatda qo'llanadigan pozitsiyani muzokara qiladi. Yevropa ittifoqi komiteti raisi Ursula von der Leyen va Yevropa ittifoqi kengashining raisi Charles Michel 16-maydan 17-maygacha Islandiyada o'tkaziladigan Yevropa kengashi boshliqlar yig'ini 19-maydan 21-maygacha Yaponiyada ochilgan G7 rahbarlar uchrashishida va 22-may Koreyadagi Yevropa-Koreya boshliqlar yig'ini haqida o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida yuqoriqilarni bildirgan. Türkiye Oliy Saylam Kengashining boshlig'i Ahmad Yanar apandi tunugun tushdan keyin 4-may o'tkazilgan Cumhur raislik saylamiga qatnashgan nomzodlar erishgan natijalarni e'lon qildi. Parlament a'zolari saylami oxirlashgan bo'lsa-mu, prezident saylamida hech bir nomzod 50% ning ustida ovozga erishmagachga saylam ikkinchi aylanmaga qoldi. Ahmad Yanar apandi prezident saylamini 5-oyning 28-kuni qayta o'tkazishni qaror qilganligini bildirdi. Prezident nomzodi Recep Tayyip Erdo'g'an 49,5% ovozga, Kamal Kılıçdaroğlu 44,89% ovozga erishgan bo'lib, saylamga bu ikki nomzod qatnashdi.